Taksichi akalar, sizlardan ham shunaqa klientlar uchrab qoladimi? Hozir bitta klient chiqdi, xullas. Yo'lda nari yuziga tushar ekan, peshobodda to'xtab beraveraymi desam, yo'q, aylanib to'xtab bering deyapti. Yoshi где-то 18 yashar atrofida bitta qiz. Odam bittanisi hayron qoladi-da. Maktablarda oldin o'tyapsiz, kichkina 3-sinf, 4-sinfda o'qiydigan bolalar qo'lini ko'tarib mashina to'xtatyapti. Piyoda yurgisi kelmayapti hozir yoshlarni. Biz yoshligimizda eslasalaring, maktabda asfaltlarni to'ldirib maktabdan qaytardi. Piyoda yurish 5-10 kilometr biz uchun yurish hech nima emas edi. Yoshi katta ayollar ham 5-10 kilometr yurib borardi, 3-4 kilometr yuradiganlar bor edi oldin. To'g'ri, hayotimiz komfortlashdi, ancha uzog'imiz yaqin bo'lyapti bu mashina bilan. Lekin sog'lik ham kerak-ku. Ertaga bu yoshlarni immuniteti, sog'ligi nima bo'ladi bu darajada erinchoq bo'lib ketishsa? Ozgina tafakkur qilib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar.